Assalomu alaykum qadrdonlarimiz. Mana bugun Xudo xolasa yana dastavkamiz Namangan shahrining Haqqalot qishlog'iga ketyapti. Xudo xolasa 2 kun Samarqandga borib kelganmiz. Odamlarimiz to'xtamana telefon qilarib, sahar mana turganmiz, kechasi kelib ikkita joyga uchrab keldik. Endi Namanganga ketyapmiz. Edan kelib Xudo xolasa Dardoqqa plus Qo'rg'ontepaga boramiz, zakaz o'lchab kelamiz. Xudo xolasa sizlarni qo'llab-quvvatlaganinglar bilan mana hamma bo'lyapti. Demak, aloqa chiqanlar mana boryapti. Xudo xolasa qo'shnisi qilayotgan bo'lsa ham nimagadir bizni Alloh qodir qilib qo'yibdi, bizga qildiryapti. Nimaga? Gap qimmatligida yo arzonligida emas, buni sifatlik va chidamligida xohlasa ko'rib odamlar bemalol bizga aloqaga chiqyapti. Mana nomerlarimizni ko'rishingiz mumkin. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Doim xizmatinglarda arzoncha aka sizlar bilan birgalikda bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Like bosib, albatta podpiska bo'lsanglar, bizga sizlarning yordaminglar, biz Xudo xolasa qo'ldan kelguncha sizlar uchun xizmat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.